Nogironligi bor insonlar mashinalarini avtoturargohlarga joylashtirish bo'yicha imtiyozlar. Bu maqolada sen mashinangni avtoturargohga joylashtirishdagi imtiyozlaring haqida bilib olasan. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning 9-moddasida sen binolar, inshootlar, transportlar va boshqa xizmatlardan foydalanishing uchun sharoit yaratish kerakligi belgilangan. Sen uchun qulay sharoit yaratish maqsadida Toshkentdagi metrolarda eshiklar ochilib yopilishi, bekatlar haqida ovozli aytib turilishi, ekranlarda bekatlar ko'rsatilishi kabi sharoitlar yaratilgan. Poyezd vagonlarining bosh qismida sen uchun maxsus o'rindiqlar bor. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, mashina qo'yish joylarining kirish va chiqish qismida sen mashinangni qo'yishing uchun kamida 2 joy ajratilishi kerak. Masalan, mashinalar qo'yish joyining kattaligi 100 sotix bo'lsa, sen mashinangni qo'yishing uchun 5 sotix joy ajratilishi kerak. Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 24-dekabrdagi 370-sonli qaroriga ko'ra, sen mashinangni qo'yishing mumkin bo'lgan joylarga 5-15 to'xtab turish joyi, 7-17 nogironlar yo'l belgilari qo'yilishi kerak. 5-15 to'xtab turish joyi, 7-17 nogironlar yo'l belgilarining chiziqlari boshqa haydovchilarga yaxshi ko'rinadigan bo'lishi kerak. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra sen mashinangni to'xtab turish joyiga qo'yganing uchun pul to'lamaysan. Sen mashinalar qo'yish joyidan bepul foydalanishing uchun mashinangga nogironligi bor haydovchi avtomobili belgisini o'rnatishing kerak. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi ekanligingni tasdiqlovchi hujjatingni ko'rsatishing kerak. 16 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolasi bor ota-onalar yoki uning o'rnini bosuvchi insonlar bolasining nogironlik hujjatini ko'rsatib, mashinalar qo'yish joyidan bepul foydalanishi mumkin. Sen yashaydigan joydagi mashinalar qo'yish joyida nogironligi bor insonning mashinasi uchun joy ajratilmagan bo'lsa, hokimiyatga murojaat qilishing mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1-moddasiga ko'ra, mashinalar qo'yish joyi rahbarlari nogironligi bor insonlar mashinasini qo'yishi uchun sharoit yaratmasa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima to'laydi. Ma'muriy javobgarlik bu qonunda yozilgan tartib-qoidalarni buzganlik uchun beriladigan yengil jazo. Jarima bu qoidani buzganlik uchun to'lanadigan pul. Jarima to'langanidan keyin ham rahbar mashinalar qo'yish joyida sen mashinangni qo'yishing uchun joy ajratmasa, boshqa jazo turlari ham qo'llaniladi. Sen uchun ajratilgan mashinalar to'xtash joyidan sog'lom insonlar ham foydalanganligi sababli nogironligi bor insonlarda qiyinchilik paydo bo'lmoqda. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 128-moddasiga ko'ra, haydovchilar piyodalar yo'lidan yurganda, yo'l belgilariga rioya qilmaganda, yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaganda bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi miqdorida jarima to'laydi.